Biza YouTube'ni boshladik. YouTube'ga obunachilarimizga birinchisi fermani obzor qilib beraman. Qanaqa obzor qilaman bilasizlar? Botga kelishimning sababi, kelib qolishimning sababi joyimiz kichkina bo'lgani uchun. Mana bot sotib olganimda, mana xuddi shunaqa joy edi. Xuddi shunaqa do'ngali, musir, pusir, nechtadir mashina musir chiqarib besaganman, dabdalasi chiqqan. Keyin shu holatga keldim. Shu holatga kelishga necha pul ketdi? Uni izohlarda o'zingiz yozib qo'yarsizlar taxminan. Bismillahirrohmanirrohim, kelinglar. Keyin yana bitta narsa, bu joyimni juda ko'p ishlash uchun emas, qachondir joyim kattalashsa, bu joyni sotsam, kimdir mendan olib baraka topsin deb uchastkaga moslashtirib ketganman. Xonalarimni to'pli polli qilib, tahoratxona, hojatxona, oshxona, katta hamma yoqni to'pli pol qilib, ana Bugatti degan katta yo'lga qo'yganman. Anaqasini o'ziga 10 ming dollarcha ketdi. To'pli pollarni o'ziga 10 ming dollar ataplenasiga. Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu bitta xonamiz 8 ga 5. 8 ga 5. O'zim, oilaviy, ota-onam yo bola chaqalarim bilan kelsam, kirib, o'tirib, mana shu yerda choy ichamiz, ovqat qilamiz. Narigi xona oshxona, 5 ga 5 oshxona. Yonida tualet, hammom, masjidlarga o'xshab tahoratxonalar qilganman. Endi ichkarigacha ko'rsatish nita bo'lmasin, kelinglar. Qo'yxonadagi xatolarim bormi, yo'qmi, endi u yog'ini o'zingiz tuzatib ketasizlar. Ketdi meni. Mana shu eng ko'p qo'y siqqani botga 300 tacha qo'y sig'dardim-da. 300 ta. Bu birinchi zagon. 30 ta qo'y ketadi bu yoqqa. 30 ta 35 ta. 30-35 botga 40 tacha qo'y ketadi. 40 tacha. Men burchagiga to'fonni oluvdim. 2 ta mol oluvdim. Boquvdik. Bolalar boqolmadi, keyin sotib yubordim. 2 ta molga joy bor edi. Botlarda botga bir 50 tacha qo'y ketadi. Narigisiga 40 ta, anasiga 30 ta, ana beda tushganiga bir 20 ta. 20 ta 30 ta tushsadi unga ham. Shu bilan sal 3 burchaklar variqliroq joy, lekin ana tepalarni ochib qo'yganim. Hidi yo'q. Oldin Samarqand nazarda joyimda kiyimga o'tirib qolardi, kiyimga. Qo'yni telefonni zakaz qilib olishadi-yu bizdan. Tarozga tortamiz обязательно. Mana 550 dollarga olganman. Mashinani tortib sizlarga jo'natamiz. Mashinani tortib jo'natamiz. Ikkinchi eshikni ochib qo'yganman. Ikkinchi eshikni. Bu yerdan tashqariga chiqsa bo'ladi ham. Tashqariga chiqsa bo'ladi ham. Men joylarni ham olganman. Buni orqalarini ham. Orqalarini anaqaga plan bor. Endi sekin-sekin qilamiz. Bu joy sotib o'tganimda boshiga berishga pulim yo'q edi. Tegimda mashinam bor edi. Danglat sotdim, Gentra. Shuni boshiga berdim. 23.200 dollarga olganman. Gentrani berganman. Keyin qanchadir suruk olib, etgan surugimga keyin qolgandan olib berganman. O'rtada bitta Jahongir degan akam borlar, o'shalar turdilar. Yo men joy qildi. Taxta uzubadan kelgan. Taxta uzuba podpiska bo'lib qo'yildi. Instagramga kirib, insofli, halol, o'roqdan ham to'g'ri bolalar. Meni o'rtoqlarim, Kiyojon ham, tunukalari mahallada ustalar qilib berdi. 60 ming dollarcha pul ketdi mashaq. Qurib, bitirib kirishimga 60 ming dollar ketdi. 23.200 bo'lsa 83 ming dollarlarga tayyor bo'ldi shu. 83 ming dollar, 60 ming dollar ichida adam oshlarini ham sotdim. Sparklari bor edi, uni ham sotdim, baxt kirib ketdi. O'rni to'lib ketdi hozir, yaxshi. Qo'ylarni Buxorodan olaman. Buxoroda, buxorolik bolalardan olaman. Ular bilan ancha yildan beri ishlayotganim uchun Buxoroda Jogari degan qishlog'i bor. Borsa, iliq, munosabat juda zo'r. Menimcha o'tda bir 50% hammasini tanisam kerak, Jogari degan qishlog'idagi odamlarni. Chunki 15 yildan beri birga ishlayman. Qiyinchiliklar bo'lgan, o'nqir-cho'nqirlar bo'lgan, ziyonlar bo'lgan, hammasida lekin paddishga qilinmayman. Chunki men niyatim to'g'ri, ularni xulatish yo'q. Maqsad uxlatish emas-ku. Maqsad tirikchilik, rivojlanish. Yaqindan yordam paddishga bergan Jogari qishlog'i, Buxoro Jogari qishlog'ida mana o'sha iminni oldi-berdi qiladigan tanishlarimni hammasiga assalomu alaykum. Juda qattiq hurmat qilaman. Men ham borganimda uyga olib kirib, mehmon qilib, qo'yib yubormaydi-da. Qo'yib yubormaydi. Ovqatli go'sht pishirib yoradi. Katta qo'ylar ham bor bizda. Katta qo'ylar bor. Ko'pchilik katta qo'y sirrochni zakazda topolmay qoladi. Lekin bizda bor. Katta qo'yga har doim orientir olinglar. Poyqadam Instagram kanalida nomerlarimiz bor. YouTube'ga ham nomerlarimiz qo'yib qo'yamiz. Обязательно katta qo'y, mayda qo'y, libboy razmer qo'y har doim bor. Bu tirikchilikni to'xtatish niyati yo'q. Hozir yangi proyekt ustida ishlayapmiz.
o'xshasa, boqma qo'ylar bor-ku, boqma qo'ylarni sotuvini ham boshlayman. Faqat ehsonga emas, boqma qo'ylarni sotuvini boshlayman. Faqat mendan ani qolganlar xab bo'lishmasa bo'ladi. Karvon ko'p rizq bo'ling. Katta qo'ylarimiz. Bu oshxonamiz. Mana tahoratxonalar. Tualet, hammom. Tualet, hammom. Mana tahoratxonalarni to'g'rilab qo'yganmiz. Mana bu narsa kerak ekan. Mana anaqa sistemasi. Botdan kelgan, yana ikkita xona qurib yuborsam, ham anaqa to'pli polli sistemasini to'g'rilab ketganmi? Bu yog'i mana qo'ylar. Boshlandi. Qo'limizdan kelgancha qildik, Allohning fazli, ota-onamizning duosi bilan. Lekin shundoq qotib qolishni xohlamayman. Hali ketamiz. To'xtash yo'q. Uncha sizlar duo, poddeshka. Faqat poddeshka bu. Duo bilan poddeshka. Qo'ylarni do'dalarni olib kelib qo'yamiz. Chertib olaman qo'ylarni. Iloji boricha yaxshisini olaman. Klientga borgandan keyin qassob bolalarimiz makillab qolmasin. Voy deb qolmasin. Uverim, ko'ngli to'q, zo'r deb pyortib turishini xohlayman. Kimdir oldida imindan yoki qassoblarning tili qisib bo'lib, klientlarning yonida xijolat bo'lib qolish xohlamaymiz. O'shaning uchun qo'y sifatiga birinchi o'rinda qaraymiz. Tirikchilik shu. Shu bilan birinchi videomiz tugadi. Lekin YouTube kanalida bundan keyin videolarni do'dalari, kontentlarni olib YouTube'ga joylaymiz. Bemalol do'stona suhbat, bemalol gapirish YouTube menga yoqadi. O'shaning uchun kuzatib borasizlar. Umringiz uzoq, tan joningiz sog', ishinglarni rivojini bersin.